kelin-kuyov ko'rib qoldim. Hammaga salom. Men 6 oydan keyin qaytdim YouTube'ga. Hop, 6 oy davomida men Gretsiyada edim, lekin umuman video qilmadim. Ishda bo'lganim uchun sababi yana nima desam bo'ladi, odamni ishtiyoq degan narsa to'xtab qoladi, oralada. Va yana men YouTube'ga video qilishni boshladim bugundan. Va hozir men Ispaniyadaman. Ispaniyada Erasmus ta'limidaman. Xo'sh, shu o'qishim davomida sizlarga Ispaniyaning shaharlarini va boshqa davlatlarga chiqqanimni ko'rsatishga harakat qilaman va ma'lumot berishga. Hozir yana sayohatga ketayotganim uchun shu sayohatdan boshladim va hozir men uydan chiqib poyezd vokzaliga qarab ketyapman. Mana shu poyezdda hozir biz Barselonaga qarab ketamiz. Deyarli odam yo'q. Chunki hozir 10 ham hafta kuni. Bugun payshanba. Shunga ko'p odamlar ishda. Va meni shahrim hozir Manresa degan shahardan Barselonagacha 2 soatlik yo'l. Hozir mana poyezdimiz yurdi. Poyezddan chiroyli manzarani ko'rish mumkin. Xo'p, Manresada yashashning juda bitta plyus tarafi yo'lda ketayotganda juda ham chiroyli bo'lgan manzara bor yo'lda. Tog'lar, Montserrat degan tog' bor. Shuni ko'rish juda chiroyli. Hammaga tavsiya qilaman. Barselonaga kelganda vaqti bo'lsa odamni ortiqcha kelib ketishni. Onlar yomon xabar bor. Shuncha o'rgan videoyim vlog formatida qo'yibman, aksiz holatda. Mana endi Próxima estación, Monistrol de Montserrat. Correspondencia amb Cremallera de Montserrat. Hozir mana rangini formatni o'zgartirdim. Yuzimdagi rang ham sarg'aydi. Alayni oppoq qildi. Endi montajda ko'ramiz. Xudo xolasa yomon bo'lmaydigan umiddaman. Xo'p, hali ham manzilga yetib kelganim yo'q. Oxirgi marta bunaqangi ko'p zinaga 1 yil oldin Vengriyada chiqqandim. Hozir ham zinadan ketyapman, tugamayapti. Tanaffus qilib shu videoni olishga qaror qildim. Ko'rishinglar mumkin zinalarni. Va bu tomondan ham qancha chiqdim. Bu yerdan o'zi vid ko'rsalar bo'ladi. Ja ko'ringan yo'q-ku. Shahardan tashqarida qarab ketyapman. Qaranglar manzarani iti. Hali ham manzilga yetib kelganim yo'q. Lekin mashina o'zini juda chiroyli manzara. Hali ham tepalik qarab ketyapman. Umrim davomida bunaqa ko'p zina ko'rmagandim. 1000 tadan ko'p ter chiqib ketdi. Endi qaytish qanaqa bo'ladi bilmayman. Birinchi yetib olish kerak manzilga. Yana 1,5 kilometr qoldi. Xo'sh, qaranglar, mana shu tog'ning tepasida bitta mehmonxona bor ekan. Shu yerdan odamlar chiqib ketayotganini ko'rib qoldim. Sizlarga hozir ko'rsataman. Agar qimmat bo'lsa ham kerak-ku, qolgan bo'larmi deyiladi demoqchiman. Mehmonxona, mana o'z mashinalar, mana o'ziga yarasha. Odamlarni ham ko'rsalar bo'ladi, kiyinishlar. Tepa, tog'ning tepasi, tepada haykal bor. Bog'da hozir siperi ketyapman. Lekin nima deysizlar, bu joyda kelib dam olishga arziydimi? Va nihoyat bugungi manzilga yetib keldik. Bugungi manzil Barselona shahrida joylashgan, eng tepa yuqori qismida joylashgan Tibi Bado degan joyida. Xo'p, bu joy taxminan 500 metr tepalarda joylashgan. Va bu tepalar ko'rishlar mumkin manzarani.
va bu tarafdan shahar juda mayda va pastda park joylashgan. Parkda ham ko'rish mumkin, juda qo'rqinchli, ajoyib. Va mana shahar. Hop, ozgina ma'lumot bermoqchiman. Bu cherkov bo'lib, bu cherkovning ichida alayhissalomni oshganlari haykallari bor. Bu Tibbidaboga yetib kelish juda oson emas, juda qiyin emas. Lekin men o'zim 2 soat vaqt ajratgandim. 3,5 soatcha ketdi. Hozir qaytib ketishim bor. Chunki agar bu yerga kelmoqchi bo'lsalaring, kamida 1 kun vaqtini ajratishga to'g'ri keladi. Chunki metroda 1 soat yo'l, undan keyin avtobus, keyin chipga kelishga to'g'ri keladi. Men o'zim avtobus olmasdan peshkom keldim. Yo'lda o'zim videosini qo'yaman. Zinada kelib chiqqanlarim juda uzoq, lekin arziydi. Lekin juda chiroyli joy. Rahmat hammaga. Hozir ichkariga kelin-kuyovlar kirib ketdi. To'y marosimi shekilli xitoyliklarni. Xo'p, sizlarga yana bitta boshqa zo'r manzilni ko'rsatmoqchiman. Bu manzilda albatta Ispaniya Barselonaga kelganda kelish kerak. Piknik qilgani, snack olib, supu, chips olib, o'tirib, manzaradan bahra olgan. Mana manzarani ko'rsataman. Ko'rishinglar mumkin. Butun Barselona chetdan ko'rinadi. Mana bu eng mashhur bino va ko'chalar ko'rishlar mumkin. Kamerada chaqira ko'rinyapti, lekin mana odamlar hamma chetda tepalarda o'tiribdi. Hamma joyda odamlar. Lekin manzaraga gap yo'q.